Cobalt Chevrolet 24-yil. Suv kirib ketdi. Poliga suv bo'lib ketdi. Ularning orqasidan deb, orqasi bilan hamma trosni joyi, orqa balon germetik qildim, lekin yana kirdi. Polik suv bo'lib ketdi. Orqasi ham oldim. Bu polikni yechganimda keyin ko'rib qoldim, berdim. Teparoqdan suv oqqandi. Mana buni yechib ko'rdim. Yechasi ham предохранитель turadigan joy. Ichkarisi karmanchasi bor. Tashqariga eshikka chiqadigan simlar chiqadi. Mana bunga naprotiv. Bu yerda karmanchasi ichida suv to'da bo'lib qolgan ekan. Suv to'lgan. Men o'yladim, berdim. Oqib kirayotganmi deb germetik qilib qo'ydim, lekin yana suv kirdi. Hamma joyga suv quyib tekshirib ko'rdim. Buni ichdim. Ichgandan keyin bu yerga suv quyib ko'rdim. Kanavachalarga bu yerdan kirmayapti. Muammo bu yerdagilar. Mana bu cherkan ko'rayotgan joyim. Shu yer germetik bo'lmay qolgan. Agar suv kirsa, mana shuni tekshirasiz ekan. Mana shu yerdan kiryapti. Suv oqib kiryapti, vodovoydan. Eshikdan orasidan ichkariga kirib ketayotgan. Chunki men buni shu joyga suv qo'ydim. Shpris bilan ichkari shu karmanchaga suv yig'ilyapti. Mana shu joyini germetik qilasizlar, yaxshi bo'lib ketadi.